Farzandim chiroyli tug'ilsin desangiz, men sizga 7 ta sirni aytib beraman. Ko'proq suyuqlik iching. Bola atrof suvlari tez-tez almashinib turadi. Yong'oq yeyishingiz kerak. Yong'oq tarkibida omega 3 bor. Bu bolani terisi, sochi, tirnoqlari va bosh miyasi uchun muhim. Tabiiy rangli mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sabzi, ko'katlarni ko'proq iste'mol qiling. Bu bolajoningizni sog'lig'i uchun muhim. Kuniga 15 daqiqa quyosh nurida yuring. Ya'ni bu bolamiz uchun vitamin D yetishmovchiligini oldini oladi va bolamizning suyak sistemasi chiroyli shakllanishda muhim ahamiyatga ega. Ko'proq Qur'on tinglang. Bu Qur'on eshitishingiz bolani ruhiyatini yaxshilaydi va xotirasini yaxshilaydi. Yotgan vaqtingizda ko'proq chap tarafga yotishga harakat qiling. Chap tarafga yotganingizda qon aylanishi yaxshilanadi va oxirgisi onani kayfiyati muhim ahamiyatga ega. Agar sizda xotirjamlik, tinchlik bo'lsa, bolajoningiz xotirjam, tinch muhitda yaxshi o'sadi. Albatta siz bu qoidalarga amal qiling va bu qoidaga amal qilmaydigan homiladorlarga yuborib qo'ying.